IELTS o'quvchilarni eng jiddiy muammosi bu qaysidir bir darajaga chiqib olgandan so'ng lug'at yodlashni batamom to'xtatish. Ko'plab muvaffaqiyatsizliklar, past ballani, tegini kovlaydigan bo'lsangiz, hammasi kep vocabularyga taqaladi. Negadir o'quvchilar intermediate pre-IELTS bitirib, bo'ldi, keyin уже kuchaydi. Men faqat endi bu yoqqa practice bilan mokli ishlayman. Qanaqa lug'at? Lug'at detskiy-yu deb kibrotiga minishadimi, lekin negadir vocabularyni to'liq yig'ishtirib qo'yishadi. Va aynan mana shu joyda ularda muammolar boshlanadi. Listening comprehension o'smasligi, reading daraja 1 ballda qotib qolishligi va hokazo. Shundan so'ng ular hammadan yechimlar qidirib yurishadi. Vocabulary desangiz agar, qanaqasiga vocabulary bo'lishi mumkin? Shu boshqacha yechimi bor deb qanaqadir magic pillni qidirishga harakat qilaverishadi. Bilishmaydiki, yechim har doim ularni burnining tagida bo'lganligini. Readingiz qotib qoldimi? Bugunoq 20, 30, 40, 50, 60 farqi yo'q. So'z yodlang va ishoning, natija o'zini uzoq kuttirmaydi. IELTS tayyorgarligingizda omad, vocabulary yodlashni kanda qilmang.